Voy, bu odamlar nimani o'ylab topishmaydi? Bu yoq bizani ikkinchi garderobimiz, bu yoqqa o'tib oling-da. Bu garderob qilayotgan paytda aynan mana shu Furnimax mexanizmlardan qo'ydiraman deb joy tashlab ketirganman. Birinchisi bu. Mana qaranglar. 30 tami 35 ta oyoq kiyim ketar ekan. Hech qanaqa talashi, boshqa narsa bo'lmaydi. Old tarafda meniki, bu yoq tarafda kelin bolaniki bo'ladi. Urush-purushda bo'lmas ekan. Bu yog'iga alohida baho berib qo'yasizlar. Eng kerakli joyi bu seyf. Seyf bo'lganda ham отпечаткali. Mabodo ham bitta muammo bo'lib qolsa, hoppa. O'zini kaliti ham bor, tegidan ochsa bo'ladi. Kelin bolaga taqimchoqlar, tillar bergan nima shaqqa akkuratni qilib solib qo'yadi. Mana bitta hoppa. Nimaga bo'lmayman, lekin ikkita joyi bor ekan. Har kuni kiyiladigan shimlarni mana bu yoqqa meniki qo'yiladi. Bu yoq tarafga kelin bo'laniki. Dazmollangan chiroyli turaveradi. Mana hammasini qaranglar. Vay. Bu короче aksessuar solib qo'yishga. Nima deyapti? Qo'ydirgan narsalarim sizga yoqqan bo'lsa, hozir mana joyiga bitta like bosib qo'ying. Nima ketdi sizdan? O'rtoqlar qaranglar, Furnimaxda garderob, spalnilar uchun emas, oshxona va boshqa joylar uchun ham zo'r mexanizmlari bor. Profilni boshqa joylarni ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Hozir mana shu videoni akamdagi yuborib qo'yasiz va ular ham sizga mana shu narsani qilib beradilar. Nima deysiz? Ketadimi? Ketadi. Narxi ham undan qimmat emas. O'rnatish ham juda ham oson. Kompaktli narsa. Ancha joyi ekonom qilib beradi sizga. Foydalaninglar bo'ldi.